Bugun 2026-yil 1-aprel sanasi. Mana haligacha shu urug' suvi bilan yotdi mana g'allamiz. Urug' suvi bilan mana. Umuman suv ham tushgan yo'q, bir nima yo'q. Endi biz kreditni qayta qoplaymiz. Endi suv yo'q desam, hokimiyat ishlamasa, prokuratura hukumat ishlamasa, prokuratura ishlamasa, bu nima, kimga murojaat qilishimiz kerak mana buni? Mana g'alla. Hali pushtaki turibdi, nariga u pushtaki. Mana hayr. İşte mana enterprise'lar, mana nimalar, kurslar. Mana suv bo'lmasa, ikki farqi. Nima qilish kerak, kimga murojaat qilishimiz kerak? Ertaga sen fermer ishlamagan, boshqa qilmaganga o'tamiz. Fermerlar ishlamaganga o'tadi. Mana 450 kilodan siltirab berganman. Mana shu yomg'ir bitta Xudoni karomati bilan yomg'ir berib, mana shu ahvolga turibdi hozircha. Biz kimga murojaat qilaylik bu turish bo'yicha, suv bo'yicha? Mana yuqoridagilar nima sababdan yuqoridagilar 2-3 sug'orish kerak, biza 1 sug'orishimiz kerak. Sabab nima bilmasam bu. Suv taqsimlashga adashamizmi yo bir nima, mana g'allalar suv sab qo'yganman, suspensiyadagi. Kimga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Mana Toshtemir yozib bu, mana ko'ring, mana panjarasi bu, ko'ring. Kimga murojaat qilaylik mana? Urug' suvi bilan yotibdi mana shu g'alla. Bir qarshi bo'lgan urug' suvi bilan yotibdi. Kimga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Iltimos sizlardan hukumat vakillari suvdan amaliy yordam berishlarini so'rab qolamiz. Mana paxtadan kredit chiqarganmiz. Mana paxta yotibdi hayla. Mana g'alla yotibdi. Kimga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Iltimos sizlardan suv vatqozdikilar, mana suvdan bir amaliy yordam berishlarini so'raymiz. Mana g'allamizning ahvoli mana. Endi kredit yopolmasa kim javobgar bo'ladi? Yelkama-yelka turib kim turadi bunga? Sug'urta turadimi? Ya hokimiyat suvni vatqozdikilar turadimi suvga? Mana ahvol shu. Men aniqdan kredit yopolmasa ham aniqda turishgan.